Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Navbatdagi kachalarimizni bitirdik. Bugun obzor qilgan taxtalarimiz bunaqay, xudo xolasa. O'ta ideal darajada chiqdi. Ishlarimiz ustuna leksan qatirib berdik, polностью. Leksandan o'zining zavodskiy shaybalari bilan qatirdik. Kachalarimiz ishlashlari ham o'ta zo'r darajada, svargalanganlari umuman bilinmaydi. Taxtalarni akkuratni qilib qatirdik. Bu kachalarimiz 10 ga 5, 2/5lik stingadan yasalgan. Turishi. Chayqashlar ham zo'r, yerlar ham polностью taxtani mang'ay ko'rmaydigan qilib 10 ga 5 profildan qo'yilgan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kachalarimiz yoqqan bo'lsa birdan layklar bosasizlar, yoqmagan bo'lsa o'tiraverasizlar to'g'ri. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilasizlar. Telefonlarimiz 99 572 29 24. Rahmat.